Hozirgi kunda Qo'shtepa tumani Loyson mahalla fuqarolari yig'inida kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida mana shu loyiha bo'yicha bizni Loyson qishlog'imizga 2,5 kilometr ariqlarni betonlashtirish va undan tashqari aholini tomorqasini sug'orish tizimini yaxshilash maqsadida 2 ta dirnash va elektr tarmoqlarini yaxshilash maqsadida 207 dona stolba, ko'cha chiroqlari 85 dona, 5000 metr sip kabel bo'lishligi rejalashtirilgan. Hozirgi kunda bizni 5 ta mahallamizda har bir mahallada 500 metrdan ariqlarni betonlashtirish ishlari olib borilyapti. Oldingi yillarda aholimiz tomorqasini sug'orishga qiynalgan, chunki suv kelish ariqlari to'lib qolganligi va suvga aholimiz nihoyatda tomorqasini sug'orishga qiynalayotganligi bor edi. Hozirgi kunda mana shu ishlar chiroyli holatda o'zgarishlar bo'lyapti. Bundan bag'aga mana fuqarolarimiz tomorqalariga kambag'allikdan chiqish bo'yicha yaxshi hosil beradigan mahsulotlarni ekishyapti. Mana hozirgi kunda Sarbon ko'chamizda 30 tadan ortiq xo'jalikka atir guli yetishtirishlik boshlandi. Bundan xalqimiz albatta minnatdor, fuqarolarimiz xursand. Biz buning uchun birinchi o'rinda prezidentimiz Shavkat Miromonovichga fuqarolarimiz nomidan, xalqimiz nomidan minnatdorchilik bildiraman va viloyat hokimimiz rahbarlariga va tuman hokimi rahbarlariga hammalariga men minnatdorchilik bildiraman.